Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya dese de Qadiruz, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü silahı 2020 yıl 8. ayının 23. günü. Haftaya Yakşembe. Ne ama? Haftaya Yakşembe vatandaşlar. Bugünkü vaziyet neyse Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Trump meselelerge prensiplik muamele kılaylıydın. Jungo hükümeti bizge doğru muamele kılmaydıgan bolsa yoki muamele kılmadı. Amerika bilen Jungo o'rtasida iqtisodiy munosabatlar uziladi. Yani iki devlet mushu mesele bo'yicha ayrilib ketadi dedi. Bu otandek vaziyet deymiz. Prezidentin ahırgi kararıdek bir iş oldu hazır vatandaş. Demek ayrılıp gitiş. Biz bugün şu prezidentin şu sözünü devir kılgan alda vatandaşlara leksiya sözleyimiz vatandaşlar. Bugünkü mavzumunda Prezident Trump prensipi amal qilmasa Amerika Jungo iqtisodi cho'qim ayrilib ketadi. Deb ko'rsatdi mavzuli xabar 8 ayning 22 kuni Amerika ovozining Xitoy tel programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlanadi. Washington Prezident Trump Fox xabarlarining ziyoratini qabul qilganda Amerika iqtisodi Jungo iqtisodidan ayrilib ketishi mumkin deb ko'rsatdi. Reuters xabar qilib bundoq ko'rsatdi. Bir filmda Prezident Trumpni ziyorat qilgan muxbir Steve Hilton bundoq dedi. Bizning Jungo bilan savdo qilishimizdan zarariyati yo'q. Yani bir o'qib o'taymi vatandosh? Bizning deydi Prezident Trump Jungo bilan savdo qilishimizdan zarariyati yo'q. Arkadaşlar ayrılıp ketish to'g'risi to'xtalganda Amerika Qo'shma Shtatlarning prezidenti Trump bundoq ko'rsatdi. Agar bo'la Jungo bizga to'g'ri muomala bo'lmagan usul bilan muomala qiladigan bo'lsa, bizga to'g'ri bo'lmagan usul bilan muomala qiladigan bo'lsa, men cho'qim shunday qilaman. Demak, bizga Amerikaga Jungo to'g'ri muomala qilmaydigan bo'lsa, to'g'ri muomalada bo'lmaydigan bo'lsa, men cho'qim shunday qilaman. Ya'ni Jungo iqtisodi bilan Amerika iqtisodini ayirib o'taman. Fox xabarlari bu xabarni haftaning 1-kuni e'lon qildi. Bu yil 1-ayning 15-kuni Amerika Jungo birinchi bosqichli savdo kelishimiga imzo qo'ygandan keyin ikki davlat o'rtasida savdo urushi to'xtagan edi. Lekin shundan keyin Prezident Trump Beijing hukumatining yuqumliq virus ahvolini bartaraf qilishidan norozi bo'ldi. İki taraf ikkinchi bosqichli savdo kelishimi to'g'risida suhbat o'tkazmadi. Amerika Jungo munosabati agishibla Hong Kongcha davlat bexatarligi qonuni va Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida Uyg'ur millatining kishilik huquq masalalari bo'yicha kun sayin jiddiylashishga boshladi. Amerika Jungo'ning Hindistondagi konsulxonasi taqavatdi. Jungo bo'lsa Chengdudagi Amerika konsulxonasi taqavatdi. Bugungi kuni kelganda Amerika Jungo o'rtasida ayrilib ketish texnik zo'r darajada fan texnika sohasida ifodalanadi. Yoki dastlabki ayrilib ketish texnik zo'r darajada fan texnika sohasida ifodalanadi. Prezident Trump Amerika şirketlerining Jungo şirketlariga Android setib berishini qadam chekladi. Amerika yana Jungo şirketlerining aqliy iqtidori, WeChat va TikTokni ishlatishini chekladi. Yana bir tarafdan Jungo yanala Amerika Jungo birinchi bosqichli kelishimi bo'yicha Amerikaning yeziglik mahsulotlarini sotib oldi.
Kelişimge asaslanganda Cungo 2 yıl içinde 2017 yıldaki 2017 yıldaki asasla boyunca 200 milyard dollarlık Amerika mahsulotlarını setip elişi gerek. Lekin kelişim imzalanıp hazırgacha Cungo import kılgan Amerika mahsulotları asli plan boyunca bu yıl Amerikadan import kılış gerek bolgan mahsulotlarning yarımı yetmedi. Hatta 4'ten 1 kısmı yetmedi. Yuqumliq virusning talablariga bergan zarbisi yuqumliq virusning har xil talablarga masalan ta'minlash va talab degandek ta'minlashga bergan zarbisi Jungoning import savdosiga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Ba'zi kuzatuvchilar birinchi bosqichlik savdo kelishim ko'rsatmalari bo'yicha Jungoning Amerikaga bergan va'dalari bo'yicha bu nishonni ishga oshira olishi mumkin emas. Birinchi bosqichlik savdo kelishimida Jungo nima va'da Amerika Qo'shma Shtatlariga, lekin bu nishonni Jungo Kompartiyasining yoki Jungo hukumatining amalga oshira olishi bu mumkin emas.